Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz. Agarda kimda-kim mana bu AX o'yinini demak yana qiladigan bo'lsa, har bittasini bunday qilib tashlanadi. Tika turgani bittadan qo'yib chiqadi. Demak, g'olib bo'lgan mana bu apelsinlardan bitta-bittadan nima qiladi? Qo'lga kiritadi. Tayyormizmi? Boshlaymiz. Bittalar deb Muslima qo'ydi. Muslima aka ikkita bo'ldi. Muslima aka uchta bo'ldi. Demak, Muslima nima qildi? Yengdi, uchalasini qo'yib chiqdi. Sarvar agar ertaroq qilganda nima qilgan bo'lardi? Men yenggan bo'lar edi. Demak, demak bu o'yinda Muslima g'olib chiqdi. Demak, ikkita mevani oladi. Nima olasan? Manda apelsin bilan. Apelsin bilan bitta mandar olsan. Sen o'yin tugagandan keyin o'yin boshlagan payt yaxshilab o'ynashing kerak. Sarvar. Demak, bolajonlar bilan xayrlashamiz.